Xonanda Shirin Zoitova haqida xabarlar tarqaldi va keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Yasmin buncha mashhur bo'lib ketadi deb o'ylamagandim, deydi xonanda. Shirin Zoitova bloger qizi va Bobur Bobomurod haqida gapirib o'tdi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, videomiz keng tarqalishi uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang. Xonanda Shirin Zoitova Darakchi nashrining YouTube kanali mehmoni bo'ldi. Suhbat davomida xonanda o'tmishini eslashni yoqtirmasligini, ammo shoir Bobur Bobomurodga rahmat aytishini, bloger qizi Yasmin va tug'ilajak farzandi haqida so'zlab berdi. Bu safar ham farzandim tug'ilmasidan u bilan gaplashishga harakat qilaman, deydi xonanda. Xonanda Shirin yaqin kunlarda ikkinchi bor onalik baxtiga erishadi. U tug'ilmagan farzandi bilan muloqot qilib turishini va odatiga ko'ra farzand tarbiyasini u dunyoga kelmasdanoq boshlab yuborishini aytadi. Yasmin tug'ilmasidan avval u bilan gaplashishni boshlaganmiz, deydi xonanda. Audio kitoblar, Qur'on tinglardim. Betxovenni eshitardim. Tug'ilganidan keyin birinchi marta uyda olib kelganimizda uyni unga tanishtirib chiqamiz hatto, deydi xonanda. Keyinchalik ham bu muloqotlarimiz davom etdi. Endi kichkina farzandimizga ham vaqt ajratib u bilan gaplashishga, mehr berishga harakat qilaman, deydi xonanda. Qizimning mashhur bo'lib ketishi xayolimga ham kelmagan, deydi xonanda. Shirinning qizi Yasmina bugungi kunda O'zbekistondagi eng serdaromad blogerlardan biri hisoblanadi. Uning Instagram sahifasini 2 million kishi kuzatadi. Yasminning sahifasiga reklama posti joylashtirish narxi esa $3000. Bu dunyoda insonga nimaiki berilsa barchasi Allohdan deb bilaman, deydi xonanda. Bir vaqtlar qizimning bloger bo'lib tanilib ketishi xayolimga ham kelmagandi. Uyimizda bir yordamchi opa bor edi. Hali farzandli bo'lmagan vaqtim homiladorligimda o'sha opa hali shunaqa chaqaloq bo'lsinki, tarbiyasiga, hamma narsasiga o'zining puli yetadigan bo'lsin deganda. O'shanda yosh bola qanday qilib pul topishi mumkin derdim o'zimga o'zim. U vaqtlar kun kelib qizim mashhur bo'lib ketishi xayolimga kelgani yo'q, deydi xonanda. Qizim hali tanilmasidan avval ham uni Amerikaga olib borgandim. Unga dunyoni ko'rsatishni boshlaganmiz. Kerak bo'lsa, oxirgi pulimizni sarflab bo'lsa ham o'zimiz xohlagan orzularimizni qizimizga ko'rsatishni boshlaganmiz, deydi xonanda. Keyinchalik Jasmin tanilib, mashhur bo'lib reklama qizalog'iga aylanib ketdi. Bu bizning qo'limizda emas, hammasi Allohdan, deydi xonanda. Qizimizning mablag'larini olamiz, lekin pullarni o'zimizga ishlatmaymiz. U ham alohida shaxs va topganlari ham o'ziniki. Ko'pchilik qizimizga qanday yondashishimizni bilmaydi-da. Hamma qizimga nisbatan hurmatda bo'lishini xohlayman, deydi xonanda. O'zim ham u bilan katta odam bilan gaplashganday so'zlashaman, deydi xonanda. Xonanda uzoq yillar davomida Farhod va Shirin duetiga ijod qilib kelgan. Ammo guruh faoliyati to'xtab, bugungi kunda har ikki xonanda ham mustaqil ijod qilishga o'tgan. Dasturda avvalgi vaqtlarni xotirlab, o'sha vaqtda prodyuseringiz bo'lgan shoir Bobur Bobomurodni eslab turasizmi deb berilgan savolga xonanda Shirin quyidagicha javob berdi. Yaxshi bo'lsa ham, yomon bo'lsa ham o'tmishimni esdan chiqarmayman, deydi xonanda. Hozirda u insonlar bilan bordi keldim, bormi yo'qmi, buning farqi yo'q menga. Yaxshiligi tekkan insonlarni albatta qadrlayman. Menga qilgan yaxshiliklari uchun o'ziga bo'lmasa-da, ichimda baribir ularga minnatdorchilik bildiraman. Shunday ekan, albatta Bobur akani ham eslayman, deydi xonanda. U inson bilan salomimiz yaxshi bo'lgan. Afsuski xayrlashuvimiz chiroyli bo'lmadi. Lekin men bunaqa bo'ladi deb o'ylamasdim, deydi xonanda. Lekin oxiri bunday yakun topadi deb o'ylamagandim, deydi xonanda. 13 yil Farhod bilan ishlagan bo'lsam, Bobur Bobomurod bilan 15 yil birga ishladim. Shuning uchun hamkorligimiz davomiy bo'ladi deb ishonardim, deydi xonanda Shirin. Lekin bu tasavvurlarim o'xshamadi. Mening bir odatim bor, hamma narsani juda ham chuqurlashtirib yubormayman. 5 kunlik dunyo uchun kimningdir ko'nglini og'ritib, undan foydalanib olay degan tushuncham yo'q, deydi xonanda. Iloji boricha hech kimni xafa qilmaslikka va o'zim ham hech kimdan xafa bo'lmaslikka harakat qilaman, deydi xonanda. Gaplashishni yaxshi ko'raman, deydi xonanda. Bobur aka bilan davrlar shunday edi. U inson, ustoz sifatida bizlarga juda ko'p bilim bergan. Hozir ham agar o'zlari istasa she'r borasida hamkorlik qilishimiz mumkin, deydi xonanda.
Chunki juda chiroyli she'rlar yozadilar, deydi xonanda Shirin. Qadrli tomoshabin, sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shundan iborat edi. Shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang. Bizni qo'llaganlarni Allohning o'zi qo'llasin.